Menda bitta yangi ideya bor. Blogimni rus tilida yurg'izmoqchiman. Nima deysizlar? Chunki olayotgan hamma ma'lumotlarim rus tilida yoki ingliz tilida. O'zbek tilida xato bilan gapirsangiz, xato yozsangiz bu normaga aylanganda, lekin rus tilida neday bu bitta xato qiling, katta heytga uchraysiz. O'shaning uchun sizlarga murojaat qilmoqchiman. Nima deysizlar? Rus tili, ingliz tili men uchun ona tili emas. Men uchun faqat o'zbek tili ona tili. Ya'ni men maktabda ham, bog'chada ham o'zbek sinflarida, o'zbek guruhlarida bo'lganman. O'shaning uchun xato qilishim tabiiy, busiz bo'lmaydi. Shunga olayotgan ma'lumotlarimni rus tilidan o'zbek tiliga tarjima qilib, keyin sizlarga yetkazish men uchun juda ham katta vaqt oladi. O'shaning uchun rus tilini o'zida olib chiqsam, rus tilini o'zida yozsam, xatolarim bo'ladi, bo'lmaydi emas. Bunga qanaqa qaraysizlar? Kommentga yozinglar, shunga qarab yo'q yo'li, yo'q yo'li bo'ladi bitta ideya ham. Shu to'g'risini aytaman. O'ylayman nima qilishim. Heytli bo'ladi, bo'lmaydi emas. Chidolarmikinman deb o'ylayman. O'shaning uchun sizlarning yordaminglar kerak bo'ladi.